Assalomu alaykum do'stlar. Turk tili alifbosidagi eng qiyin harf bu G harfi hisoblanadi. Bir qancha holatlarda har xil talaffuz qilinadi. Birinchi holat. G harfi a yoki nuqtasiz u harflaridan keyin kelsa, bu holatda siz G harfini o'qimasligingiz kerak, ya'ni talaffuz qilmasligingiz kerak. G harfidan oldin kelgan unli harf esa a yoki nuqtasiz u biroz cho'zibroq aytiladi. Masalan, birinchi so'z mag'ara. O'rtada osti-usti ikkita nuqta bilan yozilgan shakli bu rasmiy adabiyotlarda yoziladigan shakli. Endi qizil bilan yozilganligi esa talaffuzda qanday aytsak, shuni yozganman. Demak, mag'ara deb aytsak xato bo'ladi. Biz buni ikkita a ni yozganman qizil bilan yozilgan so'zda. Lekin siz 1,5 ta unli harf uzunligida aytishingiz kerak. Nima uchun? Chunki men 1,5 ta unli harfni yoza olmayman-da. Shuning uchun ikkita a deb yozganman. Demak, siz mag'ara so'zini mag'ara deb aytishingiz kerak. Ag'ach so'zini ag'ach desangiz xato. Ag'ach. Uğraşmak desangiz xato. Uğraşmak. Bug'doy desangiz xato. Bug'doy. Bug'lanmak desangiz xato. Bug'lanmak. Demak, boshqadan aytib ko'ramiz. Mag'ara, ag'ach, uğraşmak, bug'doy, bug'lanmak. Ya'ni 1,5 ta unli uzunligida aytishingiz kerak. Ikkita emas yoki g'ni talaffuz qilsangiz ham mana shu birinchi holatda xato bo'ladi. Demak, so'zlarni boshqadan aytib ko'ramiz. Mag'ara, ag'ach, uğraşmak, bug'doy, bug'lanmak. Ikkinchi holatda G va nuqtasiz I harfi birga kelsa, bu holatda ikkalasi ham o'qilmaydi. Ya'ni G va nuqtasiz I harfi birga keladi, bu ikkisini siz o'qimaysiz. Va shu G va nuqtasiz I harfidan oldin kelgan unlini cho'zibroq aytasiz. Qanday shaklda cho'zib aytasiz? Birinchi holatdagidek, ya'ni 1,5 ta unli misolida. Birinchi so'z qag'it. Qag'it deb talaffuz qilsak xato. G va nuqtasini o'qimaymiz. Qat. Ag'iz desak xato. Az. Sag'ir emas, sar. Dag'iniq emas, daniq. Bag'imli emas, bamli. Bag'irmak emas, barmak. Dag'ilmak emas, dalmak. Boshqadan o'qiymiz. Qat, az, sar, daniq, bamli, barmak, dalmak. Demak, siz G va nuqtasiz I harfini o'qimasligingiz kerak. Keyingi holatga o'tishdan oldin qisqa muddatli reklama. Turk tili kurslari mavjud. Offline va onlayn kurslar. Offline kursim Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan. Aniqroq manzil Amir Temur istirohat bog'i ichidagi yoshlar markazi binosida bo'lib o'tadi. 2-qavatda. Onlayn kurs Telegram chatda jonli efirda olib boriladi. DTMOTSlik test uchun yoki turk tili milliy sertifikati uchun. Ikkala holatda ham kurs narxi 1 oy uchun 300 ming so'mni tashkil qiladi. Uchinchi holat. G harfi E harfi bilan birga kelsa, biz G harfini Y deb aytishimiz kerak. Masalan, eg'er deb yozilgan, biz bu so'zni eg'er deb aytsak xato. Ya uning ostidagi so'zni beg'emmek desak, deg'er desak, ig'ne desak, eg'lenjeli desak, bu umuman noto'g'ri talaffuz hisoblanadi. Biz bu so'zlarni Y deb aytishimiz kerak. G'ni qizilga olib qo'yganman. Eger, beğenmek, deyer, igna, eğlenceli shaklda aytishimiz kerak. Demak, qaytadan o'qiymiz. Eger, beğenmek, deyer, igna, eğlenceli. Eslatma. Degil deb aytsak xato. Biz degil deb aytishga odatlanganmiz. Degil desangiz ham xato, do'stlar. Shuning uchun 1,5 ta nuqtali i uzunligida aytishingiz kerak. Ya'ni dil. Masalan, bu uy emas. Bu ev değil. Bu ev değil. Ya'ni men bu ev değil demayapman. Değil desangiz xato bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun 1,5 ta nuqtali i uzunligida aytishingiz kerak.
Bu ev değil. Ya'ni değil deb aytishingiz kerak. 4-holat. G harfi ikkita unli orasida kelsa va G'dan oldingi harf nuqtasiz O harfi bo'lsa, bu holatda siz G harfini talaffuz qilmaysiz va undan oldin kelgan nuqtasiz O harfini ham cho'zib aytishingiz shart emas. Misol, dog'a deb aytsangiz xato. Do'a, dog'u desangiz xato. Dog'u, so'g'uq desangiz xato. So'g'uq. Ya'ni siz g'ni aytmaysiz, undan oldin kelgan unlini 1,5 unli misolida cho'zishingiz shart emas. Demak, takrorlaymiz. Dog'a desangiz xato. Do'a, dog'u desangiz xato. Do'u, so'g'uq desangiz xato. So'g'uq. 5-holat. G harfidan oldin nuqtasiz O harfi kelsa va G'dan keyin undosh harf kelsa, bu holatda siz nuqtasiz O harfini cho'zibroq aytasiz, G harfini esa o'qimaysiz, ya'ni talaffuz qilmaysiz. Masalan, to'g'ri desangiz xato. To'g'ri, do'g'moq desangiz xato. Do'g'moq, do'g'ramoq desangiz xato. Do'g'ramoq. Ya'ni 1,5 unli uzunligida aytishingiz kerak. 6-holat. G harfidan oldin nuqtali O va nuqtali U harfi kelsa, bu holatda siz G harfini o'qimaysiz, nuqtali O yoki nuqtali U harfini esa 1,5 unli uzunligida cho'zib aytishingiz kerak. Masalan, o'qituvchi va o'quvchi so'zlarida ko'pchiligimiz xato qilamiz. O'yratman, o'yrenchi. Bu kabi aytilsa, talaffuzda xato hisoblanadi. Ya'ni siz G harfini Y deb talaffuz qilsangiz, bunday bo'lmaydi. Siz G harfini tushirib qoldiring, undan oldingi nuqtali O harfini esa 1,5 unli harf uzunligida ayting. Masalan, o'yratman emas, o'yratman, o'yrenchi emas, o'yrenchi. Ana shu ikkita aytganimdek talaffuz qilsangiz, ana shu to'g'ri bo'ladi. Keyingi so'zlar. O'yi emas, o'ye, o'yut emas, o'yut, dugun emas, duyun, duyma emas, duyma. Demak, xuddi shunday tartibda aytishimiz kerak. Boshqadan bir takrorlaymiz. O'rgatman, o'renchi, o'ye, o'yut, duyun, duyma. Demak, G harfi bir qancha holatlarda har xil talaffuz qilinadi. Siz G harfi qatnashgan so'zlarni topib, videodagi 6 ta qoidaga qaysi biriga mos kelsa, shundan foydalanib talaffuz qilib ko'rishingiz kerak. Ana shunda ham Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Turk tili bo'yicha savolingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.